Hozir mana blogimiz kesilib, tayyor bo'lib, 4-relsga kirdi. Bolalar quyishib, kesishib bo'lishdi. Mana montaj qilmasdan qo'yaman hammasini. 20 ta qolib kuyishib bo'lgan. Kuyib kesib qo'yishgan, yana 20 tasini hozir 15 tasini kuyib bo'lishdi. Xudo xolasa, hozir soatimiz ana 11 bo'ldi. 11:30 gacha ikkinchi xo'tka. Bu degani 480 ta blokda 11 gacha kuyib bo'lishyapti degani. Hozir sement zakatopka bo'lyapti. Zakatopkani o'zi qiladi. Tepada tarozi aniqlari bor. Buni kilosi yetib borgandan keyin sementni qumni o'zi tortadi. Qum ham mana nimada tayyor turibdi. Lentada. Qumni tortishni boshladi. Qum ham o'zi kilosi borganda to'xtaydi lentani o'zi. Hech kim to'xtatmaydi. Ana bo'ldi, suvni ochishni boshladi. Yana loy tayyorlab boshlashaveradi. Xo'p, bu tarafda tayyor mahsulot. Tayyor bo'lib turgan mahsulot. Ana qanchalik chiroyli ishib chiqqan. Ortiqcha ishigani ham yo'q. Ortiqcha anaqasi ham yo'q. Bu endi ishib chiqadi. Hozir kirdi. Bu ana yetilganlari hammasi. Shu 1 sm, 2 sm ko'tariladi, bo'ldi, to'xtaydi. Bir kunda ancha kuba chiqarishaveradi bolalar. Soatimiz 11 dan 4 minut o'tdi. Mana uni yumshoqligini ko'rsatib qo'yay, ko'rsatmayapman. Mana. Bossa kiradi qo'l. Hali qatgani yo'q bu. Endi qatadi. Bu ertamadan kuyilgani. Hozir kimga shunaqa apparatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, apparatlarni ham ishlab chiqaryapmiz. Mana bu aqlli reska invertorlar. Bu tarafda mishalkalar, qoliplar, kraska sepish jarayonlari. Mana bu ichkarida qoliplar tayyorlanadi. Qoliplar. Bu tomonda reska tayyorlanyapti. Bu yerda mishalka tayyorlanyapti. Mishalkani ham mehnatini ko'raveringlar, baho beraveringlar. Har bittasini teshib, boltga qilinadi. Lislarimiz ham qalin. Kimga shunaqa blok mahsulotlarimi, apparatimi, nimasi kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. O'zimiz chiroyli qilib o'rnatib, kuyishni ham o'rgatib, yo'lga solib qo'yamiz, yordamlashamiz yo'lga solishga. Xo'p, bloklarga keladigan bo'lsak, mana bloklar. Qiri, hamma yo'g'i, razmerlari joy-joyida. Uni qirini ham ko'rsa bo'ladi. Hattoki mana bunday yuklagani
konver lentalar kerak bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar. Bu Fernova o'zimiz brend. Telegram kanalda xuddi shunaqa Fernova deb yozsalar, Telegram gruppamizga qo'shilasizlar. Endi buni mana bu so'rda o'tirib olib, joylaymiz internetga. Ha, penoblok kerak bo'lsa, penoblogimiz ham bor. Mana bu yerdan ko'rinadimi ekan? Foliyamiz bu tarafda. Endi telefon ham juda zo'r emas-da. Mana penobloklarimiz.